Assalomu alaykum 12 volt kuzatuvchilari, bizda obzor KD300 apparatiniki komplektdan nimalar chiqadi. Komplektidan apparat o'zi, ulanadigan shtekerlari, har xil universal kabellari va bu shtekerlarni qotirish uchun atvertkasi chiqadi. Apparatni yoqib ishlatib ko'ramiz. Ichida instruksiya bor, ingliz va xitoy tillarida. Bizga ingliz tili sal tushunarliroq. Xitoy tilidan ko'ra qayerga nima ulanadi, qanday ulanadi, birin-ketin ko'rsatilgan. Tiliga tushunmasangiz, telefonda Google tarjimon orqali tarjima qilib ko'rsangiz bo'ladi, kamera rejimiga o'tkazib. Demak, bunda zaslonka, injektorlar, katushka zajigani, ya'ni bobinalar, har xil datchiklar, solenoidlar, xolostoy xod datchik, motorchiklar, farar motorchiklarini bemalol tekshiraverasizlar. Demak, ish prinsipi shunday. Endi buni yoqib ko'ramiz. Yoqqanimizda bizga menyu chiqadi, xitoycha. Buni pastga tushirib, yonga o'tkazib, buni ingliz tilini tanlab olamiz. Ingliz tili. Endi tekshirish uchun menyu chiqyapti. Bu yerda xitoy tiliga yana o'tkazish bor ekan. Xitoy tili kerak emas bizga. Ignition coil, ya'ni bu yerda bobinalarni tekshirish rejimi. Hozir bitta-bitta olib tekshirib ko'rsatamiz qo'ldan kelgancha. Demak, bizda birinchi eksperiment Cobalt bobinasi bilan. Cobalt mashinasida bu chekkadan birinchisi plus, ikkinchisi impuls, oxirgisi massa bo'ladi. O'rtada bittasini ulanmaydi. Ignition coil ni tanlaymiz. Bosganimizdan keyin bu yerda chastotalarini tanlash chiqadi. Chastotani ko'tarish, tushirish. Okeyni bitta bossak, mana bobina ishlab turibdi. Bobinani razryadnik ulab qo'yganmiz. Razryadnikda mana bu joyida massa bor. O'sha bobina tekshirish uchun massa tashab ketilgan. O'shanga ulab qo'yganmiz. Razryadnik alohida sotuvda bor. Bu alohida. Turgan joyida impulsni ko'tarsanglar, iskira ko'tariladi. Tushirsanglar, iskirasi pastga tushadi. Iskirani kuchini razryadnikni yaqinlashtirib, uzoqlashtirib bemalol tekshirib olaverasizlar. Mana bu kabellari komplektida bor, mana universallikdan ikkitalab va qistirgichlikdan bittalab chiqadi. Bunisi xolostoy xod datchiki, bunisi akkumulyatorga pitani berishga ishlatiladi. Stopni bossanglar to'xtaydi. Bundan oldingi versiya KD200 versiyamizda Cobalt bobinasiga прямой impuls chiqarmasdi. Ko'rib turganlaringizdek, Cobalt bobinasi plus 5 voltli impulsda ishlaydi, ya'ni pulsovoy impuls bilan ishlaydi. O'shaning uchun bu tomoniga ulanadi. Coil type esa Nexia 3, yana yaqinqi bobinalarimiz Damas, Nexia 1.6, Best, Matiz Best, Spark birliklarning bobinalari bu tarafga ulanadi. Cobalt, Nexia 1.5 bobinalar, ya'ni tranzistor modulli o'zida bo'ladigan bobinalarimiz bu tarafga ulanadi. Tranzistor miyada turadigan bobinalarimiz bu tomonga ulanadi. Endi hozir Nexia 3 bobinasini tekshirib ko'ramiz. Eksperiment ikkinchi bobina Nexia 3 bilan Gentraniki. Buni tepa tarafdan olib qaraganimizda bu tomon plus, o'rtasi minus, bu tomoni impuls bo'ladi. Bularda impuls massaviy keladi, ya'ni tranzistor прямой miyaning ichida bo'ladi. Endi bularni ham tekshiradigan bo'lsak, iskira chiqadi mana. Agar bobina yorilgan bo'lsa, bu yog'iga massa yurg'izsanglar, o'sha yorilgan joyidan bobina uraveradi. Bunda ham xuddi shu boyaga Cobaltni tekshirganda ko'tarib tushirish imkoniyati bor. Iskiralari sonini, gerslarni ham bemalol ko'tarib tushirsanglar bo'ladi.
muammosiz ishlaydi. Boya aytganimdek, bu bilan buni farqini boya tushuntirdim. Endi hozir biz stopni bossanglar bunda ham to'xtaydi. Endi hozir biz xalosoy xod datchiklarni tekshirish ko'rsatib o'tamiz. Biz xalosoy xod uchun stiker ulab oldik. Raspinovkasini ko'rib olsanglar bo'ladi. Mana avval yashil, sariq, oq, undan keyin qizil ulanadi. Bu tomondan ko'rsanglar bo'ladi. Demak AA B S D bunda ham yozilgan. Endi bunga kirish ko'rsatib o'tamiz. Menyusi inglizcha qilish ko'rsatdim boshida. Pastga tushamiz. Pastga tushganimizda mana step permatur degan yozuv ko'rinib turibdi. O'shanga OK qilib bosamiz. Endi buni demak bu yoqqa bossanglar bu xalosoy datchik kiradi ichkariga. Bu yoqqa bossanglar tashqariga chiqadi. Bu bizada charchagan bu. O'sha chiqarib tashalgan xalosoy datchikni ko'rsatyapmiz. Demak, bu mana shunday ishlaydi. Buni ham chastotasini ko'tarib olsanglar bo'ladi. To'ki ko'payadi, tezlashadi bu. Kirib chiqishi. Ishlamaydigan xalosoy datchikda bunday bo'ladi. Bu o'sha вообще ishdan chiqqan. Bossang, chiqaman deyapti, uni chiqmayapti. Orqaga harakatlanish kerak bo'lgan joyda oldiga yuryapti. Ustiga bossanglar zo'rg'a kirib chiqadi. Shuni diagnoz qo'yib olsanglar bo'ladi. Bu yerda asosiy muammo babinalar bilan ishlayotganda qarasanglar o'zi yozib qo'ygan plus, minus, o'rta impuls. Mana shuni almashtirib qo'ymasanglar bo'ldi. Plus e'tibor berishinglar kerak. Bu tomonda model tip yozilgan tomonda Cobalt Spark Nexia 1.5 babinasi, inomarka bo'ladigan bo'lsa ham impuls plus keladigan tranzistor babinani o'zida turadigan babinalar ulaysizlar bunga tranzistor miyada turadigan babinalar ulaysizlar. Bu 1.6 gibrid Sons Matiz plus Nexia 3 Gentrala babinasi bu tarafga ulanadi. Inomarkada ham xuddi shunaqa miyasida tranzistor turadigan babinalar bu tomonga ulanadi.